Ulug'bek tumani Amir Temur mahallasida ikkita yonma-yon sotuvda bizda xonadonimiz bor. 2 suti yer maydoniga qurib bitkazilgan. Ko'chalarni ham ko'rishingiz mumkin. Mahallasi ham juda ham keng, chiroyli xonadonlar. Xo'p, ko'cha tarafida bizda mashina qo'yish uchun joy, mana shunaqangi yashil hududlar qilingan. Kirib kelishimiz bilan hovlini ichi 100% tayyor bitgan, ichi korobka holatida turibdi. Bu tomonda yozgi oshxona, mana shunaqangi yashil chiroyli hududlar. Avtomatik darvozadan bitta mashinani qo'yish uchun chiroyli joy qilingan, tepasi yopiq. 3 qavat umumiy 240 kvadrat binosi, 2 suti yer maydoni. Ichi korobka holatida turibdi. O'zingiz xohlagan didinglarga qarab, xohlaganingizcha remont qilib olishingiz mumkin. Umumiy 3 qavat yaxlit podval qilingan, 4 ta spalnisi bor va zali, oshxonasi va yozgi oshxonasi qilingan. Pastda opisaniyada to'liq yana ma'lumotlarini yozib qoldiraman. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin.